Bugun men sizlarga Farg'ona shahrining sokin ko'chalaridan birida joylashgan Fayzli xonadonida arzonlik qilgani keldim. Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Ushbu ko'chada mana bunaqangi 50 gradus issiq bo'lib turganda, uyda salkam 30 gradus havo desa qanaqa maza, mikroklimat, mana bunaqangi zeleniy, mana bunaqangi palmalar ekilingan Fayzli xonadonida sizlarga arzonlik qilib bermoqchiman. Ushbu uyni sotib olishlaringiz uchun bir nechta sabablarni sanab o'tamazlar. Birinchidan, uyimiz tayyor, kirib yashashligingizga 4 ta sanuzelimiz bor, 7 ta xona, bitta zalimiz bor. Alohida hamma o'zbekona sharoitlarga mo'ljallangan. Mehmoningiz qarang, mana bu yerga kirib keladigan bo'lsa, kirib kelgandan keyin mana bu yerda mehmonlar kirish uchun alohida kirish yo'lagi bor. Bu yerdan hozir kirib hammasini ko'rsataman. Mana bu yerda ikkita oshxonamiz bor, qaranglar azizlar. Va eng bu uyimizni fishkasini aytaman sizlarga. Fishkasi qayerda desangiz, oxirida ko'rsataman. Bu uy shunaqangi o'zbek, siz bilan biz qadriyati bor insonlar uchun juda ham bir zo'r uy. Shuni sotib olasiz, xudo xohlasa. Qarang. Mana bunaqangi nabeslar bor. Men yerda bir oilangiz bilan marosim o'tkazaman desangiz, chiroyli bir so'rilarni qo'yib o'tkazishingiz mumkin azizlar. Endi kirib kelamiz. Uylarimizda ko'rib turganlaringizdek konditsionerlar bor, tom yangilangan uy to'laqonli pishig'ishda bo'lgan. Demak, bismillah qaranglar. Kirib kelamiz. Kelganimizdan keyin keling operator. Kelganimizdan keyin chap tomonimizdan boshlaymiz. Chap tarafimizda bitta yotoqxonamiz bor va ichkarida alohida sanuzeli bor. Qarang, bu uy jihozlari ko'rib turgan uy jihozlari salkam bir 90% qoladi. Ba'zi bir narsalarni olib chiqib ketiladi. Oxirida aytadigan narximizda. Demak, oyoq taylari ko'rib turganingizdek laminat qilingan, oynalarimiz to'la hammasi akfa qilingan, isitish tizimiga ega. Demak, kirganimizdan keyin mehmonlarimiz kelib qolsa, alohida menda yana yuvinish xonasi bor. Yuvinish xonamizni ham ko'ryapsizlar, keng, kir yuvish avtomatlari, mana bunaqangi joylar hammasi bular hisobda qoladi. Kir yuvish mashinasi ham hammasi qoladi azizlar. Undan keyin chiqqanimizdan keyin azizlar, mana bu joyda katta bir zalimiz bor. Zalda oilangiz bilan o'tirib, bu qarang, divanlar ham qoladi, bu qarang, mazza, bu boshqacha divanning atmosfera. Mana bu joyda oilangiz bilan o'tirib maza qilib dam olasiz. Dam olgandan keyin chiqqandan keyin mana bu joyda ikkita xona bor. Mana shu yerda bitta narsaga e'tibor qaring, devorni qalinligini qaranglar. Devorni qalinligi haqiqatda shunaqangi qalin devor. Bitta mana bu xona bo'lsa, mana bu joyda yana mana bu qarang, devorni qalinligini. Yana bitta xona. Bu joyimizda qarang, gollandskiy pechkamiz bor, isitish tizimi, konditsionerimiz bor, konditsioner qoladi. Oyoq taylari pol bu yerda juda ham mustahkam, o'zimiz eski pollardan. Demak, ikkita xona bu yerda bo'lyapti. Bu yerga bitta farzandingizni uylashligingiz mumkin. Bemalol uylasangiz bo'ladi. Naryoqdagi ota-onalar uchun bitta yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga ham bitta farzandingizni uylashingiz mumkin. Bu yerda bitta xona, undan keyin mana bu bitta qarang, sanuzeli bor. Bu yerda sanuzelimiz bor va bu yerda bitta yotoqxona. Bu yerda ham konditsioner bor, qarang. Muzdeklar katta xonada bu yerda bunday bo'lsa ikkita xona bo'ladi, lekin bu yerda bittaga hisoblaymiz va o'zini yuvinish xonalari, dushovoylari hammasi bor. Juda ham bir chiroyli holatda. Uylarimiz to'laqonli, yana eslatib o'tamiz, pishig'ishda bo'lgan deb eslatyapman. Mana bu shkaflar ham salkam qoladi, kitoblarni olib ketadilar. Lekin bu ziyoli insonlarning uyi va eng bir chiroyli joyini ko'rsataman va keyin kuxnalarga o'tamiz. Bu uyimizni sotib olishning yana bitta sababi, orqa yana hovlimiz bor. Orqa hovlimizda marosim, u bu narsa qilganimizda erkaklar bu joydan kirishlari mumkin. Qarang. Hovlini qarang. Shuna fayzli chiroyli qilib qo'ygan, bu yerda barbekyu zonalar qilishingiz mumkin. Bu yerda mana katta yo'lda, orqada ham katta yo'l bor. Bemalol masalan eshik ham ochib qo'yilgan. Mevali daraxtlar bor, so'rlar bor. Bu yerda qozon, o'choq, tovuq, shashliklar ham turibdi. Barbekyu chiroyli zamonaviy qilib qo'ysangiz, mehmonlaringizni chetdan kuzataverasiz. Men tashqari fasadni ham ko'rsatib qo'ying. Mana bu tashqari fasadlar ham juda chiroyli bir holatda. Mana bu g'ishlarni qaranglar, juda ham chiroyli bir holatda. Demak, uyimiz o'ta ham mustahkam, xudo xohlasa, juda ham mustahkam. Endi bu joydan chiqqanimizdan keyin azizlar, demak ko'ryapsizlar, bu yerda bitta yana farzandingizni uylashligingiz mumkin bo'ladi, xohlasangiz. Chiqqanimizdan keyin bu joyda mana bu bitta yana kuxnyamiz, mana. Kuxnyamiz, bu kuxnilar qoladi. Ko'rsatayotgan tepana hamma jihozdan ba'zi birini olib ketadilar, kelinlar aytadi, mana narsalar, lekin asosan bular masalan kuxnilar, o'tiradiganlar, bular hammasi qoladi. Va uyimiz to'laqonli video nablюдениеda
Mana bunaqangi eshiklarimizni nimasi bor. Kelganimizdan keyin mana yana bitta kuxnya qaranglar. Rosa o'zbeklar bo'libdi. Bu yerda ayollar o'ziga pishiriq, u bu narsa, bu yerda erkaklar mehmonlar bu yerda bir narsa qilishlari mumkin. Demak, bu yerda bitta yana san uzinimiz bor. Bu yerda yana mana to'rtinchisi. Mana shu kuxnylar, mana shu narsalar qoladi, stollar qoladi, isitish tizimlariga ega azizlar. Endi mana bu uyimiz bitta mehmonxona. Buni tagida men yerdan sal ko'rsatingda. Juda ham chiroyli podval bor. Juda ham chiroyli mana tayyor bir podval bor. Podval ham bitta uy, podval emas, unaqa uy. Mana bu kelganimizda metlarni ko'rsatasiz. Hurmatli operator, bu tomonlar, ya'ni bir ortiqcha rasmlar ko'rsatmaysiz, oilaning rasmlarini. Demak, mana shu mehmonxonamiz bor. Juda ham fayzli, bu yerdan mehmonlarimiz keladi. Demak, ushbu uyimiz mana shu oxirgi uyi, mehmonxonamiz. Demak, azizlar, ushbu uyimiz qayerda joylashgan deganlarga, ushbu uyimiz shundoqqina Vai chorrahasida joylashgan bo'lib turib, ushbu uyimizni narxini egalari pul zaril deyaptilar. Pul zaril deb turib 115 mingga berib yuboraman deyapti. Yana ismi rasmi sunnatiga bir oz o'tib beraman deyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ziynat, sifat va ishonch belgisi sog' bo'linglar.